Assalomu alaykum aziz muxlis. Bu Ukraina, Rossiya va boshqa tomonlar Tramp urushni yakunlash bo'yicha muzokaralar ishtirokchilari haqida. AQSh prezidenti Donald Tramp Oq uyda jurnalistlarga Ukraina shubhasiz Rossiya-Ukraina urushini yakunlash bo'yicha muzokaralarning bir qismi bo'lishi haqida gapirdi. Muxbirga ko'ra, Ukraina tomoni ham muzokaralar stolida bo'ladimi deb berilgan savoliga javoban Tramp shunday javob berdi: albatta bo'ladi, demoqchimanki, ular buning bir qismi. Bu Ukraina, Rossiya va boshqa tomonlar bo'lishi kerak. Bu o'yinda ayrishlar ko'p. Men shunday degan bo'lar edim. Bu juda qiziq holat, lekin Ukrainadagi urush tugashi kerak. U shuningdek, Germaniyada boshlanadigan xavfsizlik bo'yicha Myunxen konferensiyasida amerikalik rasmiylar Rossiya va Ukraina vakillari bilan uchrashishini ma'lum qildi. Ular Myunxenda Rossiya bilan uchrashuv o'tkazadi. Rossiya u yerda bizning odamlar bilan birga bo'ladi. Darvoqe, Ukraina ham taklif qilingan. U yerda aynan qaysi davlatlardan kimlar bo'lishini bilmayman. Ammo Rossiya, Ukraina va AQShdan kelgan yuqori darajadagi rasmiylar bo'ladi, deydi Tramp.